Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston tumani aholisi va tumanimiz mehmonlari. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bevosita rahbarligida barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz ana shu yangilanish, o'zgarishlar samarador bo'lishining kafolati sifatida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini tubdan yaxshilashni davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tardilar va amaliy ishlarga kirishildi. O'zbek vatandoshimizmi, chet el tadbirkori bo'ladimi, sarmoyador bo'ladimi, barcha O'zbekistonimizda tinch va osuda, munosib hayot sharoitlari bilan ta'minlangan. Uning uchun har qanday jinoiy tajovuz va tahdidlardan kafolatli himoyalangan bo'lishi shart. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish ana shunday umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Jinoyatlarning sabablarini mahallabay va sohabay muhokama qilish tartibi, mahallalarni kriminogen darajada toifalash tizimi, mahalla yettiligi instituti, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish amaliyoti doirasida aholida xavfsizlik hissini shakllantirish borasida qator samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har bir mahallada huquqbuzarlikni erta oldini olish, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etilib, mening rahbarligimda tuman prokuraturasida idoralararo muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Tumandagi jami 70 ta mahallalarning kriminogen vaziyatda og'ir 6 ta mahallalarga mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilib, tumanning va barcha mahallalarning yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijroga qaratilgan. Yo'l xaritalari ijrosi yuzasidan yil boshidan mahallalardagi aholi gavjum joylarga 377 ta, ko'p qavatli uylarning hovlisiga 360 gradus aylanuvchi 32 ta, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga 31 ta, bozor va savdo markazlariga yuzni va avtomobil raqamlarini tanib oluvchi 11 ta, jami bo'lib 451 ta kameralar, ko'p qavatli uylarning eshiklariga 21 ta domofonlar, uylarning kirish yo'laklariga 5 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. 13 ta savdo muassasalari va 205 ta xonadonlarga tezkor qo'riqlovga olindi. Mahallalarda fuqarolarni ogohlikka chaqiruvchi hudud kamera nazoratida, obyekt qo'riqlovda hamda xonadon qo'riqlovda kabi jami 17 ta stikerlar joylashtirildi. Mahallalarda 18 ta namunaviy xavfsiz ko'cha hamda 14 ta namunaviy xavfsiz yo'lak tashkil etildi. Qilingan ishlarimizning samarasi amalda sezilmoqda. Misol uchun, yil boshidan beri tumanda o'rnatilgan kameralar transport vositalarini olib qochish holatidan bittasi ushlangan bo'lsa, 7 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etilib, olingan tasvirlar dalil sifatida tergov va sudga foydalanishga topshirildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida qizil toifada qolgan 13 ta mahallalarimizning 11 tasi kriminogen vaziyatda barqarorlashdi. Davlat rahbarining qaroriga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlar yo'lga qo'yilgan. Bunda kriminogen vaziyatda og'ir mahallalarning jinoyat o'choqlari joyida o'rganilmoqda. Birgina misol, tuman mahallalarda sodir etilgan 34 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sabablari tahlil qilinib, tegishli prokuror ta'sir choralari qo'llanildi. Hududlarda sodir etilgan jinoyatlar xususiyatini inobatga olgan holda esa ikkinchi chorak bo'yicha alohida yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Biz huquqni muhofaza qiluvchi organlar aholini konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarishda qonuniylikni ta'minlash, huquq tartibotini mustahkamlash uchun zimmamizda katta mas'uliyat yotganligini, hal etishimiz zarur bo'lgan masalalar ko'p ekanligini juda yaxshi his qilib tushunib turibmiz. Shuning uchun ham dolzarb va muhim vazifa sifatida belgilab berilgan bu ishlarni sohaga tatbiq etish, tumanda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha prokuratura organlarida kuchaytirilgan ish tartibi joriy etilib, doimiy davom etadigan sohaviy nazorat o'rnatildi. Shu nuqtai nazardan huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bajarilgan ishlar va tahlillarning natijalari yuzasidan alohida axborot berib o'tmoqchiman. Birinchidan, jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati samaradorligini oshirishda sohaviy nazoratni kuchaytirish borasida to'xtalsam. O'tgan davr davomida 48 ta o'rganishlar o'tkazilib, 174 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklangan.
Bu ishlar muntazam ravishda davom etib kelmoqda. Ikkinchidan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar aholi ko'proq e'tibor qaratishi lozim bo'lgan, hamkorlik kuchaytirilishi kerak bo'lgan bir nechta jinoiy omillarga diqqat qaratmoqchiman. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston huquq idoralari ilgari duch kelmagan kiber maskandagi jinoyatlar salmog'i ortishi anchagina tashkiliy choralar ko'rilishini taqozo etmoqda. Ma'lumot uchun aytmoqchimanki, tumandagi jinoyatlarning 19%ni axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil etmoqda. So'nggi yillarda bu turdagi jinoyatlar bir necha barobarga ko'paydi. Ilgari bunday jinoyatlarga qarshi ishlaydigan tizim bo'lmagan. Prezidentimizning qarorlari bilan ichki ishlar hamda prokuratura organlari tizimida kiber maskandagi jinoyatlarga qarshi kurashish maxsus bo'limlari tuzildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham bu tuzilmalar o'z ishini boshladi. Ushbu yo'nalishda aholini xabardor qilish va tushuntirish ishlarini olib borish qanchalik muhim ekanligini anglab yetdik. Lekin masala jiddiy. Bu bizni tashvishga solmoqda. Shu sababli faoliyatimizda asosiy e'tiborni shu turdagi jinoyatlar bilan qarshi kurashishga qaratmoqchimiz. Shu o'rinda kriminal vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlarning ayrim turlari borasida ham gapirmoqchiman. O'tgan davrda voyaga yetmaganlar, yoshlar, ishsizlar, muqaddam sudlanganlar jinoyatini kamaytirishga erishilgan bo'lsak-da, birgina ayollar jinoyati 50% ga oshgan. Xususan, og'ir va turmushda sodir etilgan huquqbuzarliklar ham tahlil qilinganda, huquqbuzarlik sodir etilishiga oilaviy, maishiy muammolar asosiy sabab bo'lganligi aniqlandi. Shu sababli notinch, ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish bo'yicha boshqa idoralar va keng jamoatchilikni jalb qildik. Natijada kriminogen vaziyati og'ir mahallalardagi 37 ta ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlar aniqlanib, ularning muammolarini hal etish bo'yicha choralar ko'rildi. 231 nafar ishsizlardan 2 nafari ishga joylashtirildi, 23 nafari kasbga o'qitildi. Ushbu jarayonda muqaddam sudlangan va ma'muriy nazoratdagi shaxslar ham chetda qolmadi. Ularning 8 nafarining ijtimoiy muammolar hal etildi. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik masalasiga umummillat ishi deb yondashilib, barchamiz birdek jon kuydirishimiz kerak bo'ladi. 2024-yilning o'zida qayd qilingan 56 ga yaqin narkotik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning 13% yoshlarimiz tomonidan sodir qilingan. Shu sababli yoshlarni o'z umriga zomin bo'lmasliklari uchun jinoyat va tajovuzlardan qaytarish, ularni to'g'ri hayotga yetaklash, bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish choralarini ko'rib borilmoqda. O'tgan davrda 44 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitilgan bo'lsa, 237 nafari chet tillarini o'rganishga yo'naltirildi. 151 nafarning bandligi ta'minlandi. 1091 nafar yoshlarning bo'sh vaqtlari mazmunli tashkil etildi. 250 nafardan ziyodroq yoshlar ijtimoiy maishiy muammolar hal etilgan bo'lsa, 90 nafarining sog'lig'i va hayotiy ehtiyojlari qondirildi. Voyaga yetmaganlar jinoyatiga favqulodda holat sifatida qaralib, ularga ta'lim va tarbiyani berishda majburiyatlarini bajarmagan ota-onalar hamda yashash va o'qish joylaridagi mutasaddilarning bevosita javobgarligi kuchaytirildi. Ta'lim muassasalari va jamoat joylarida mas'ullar bilan hamkorlikda o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida uzoq muddatga ketgan 64 nafar bolalar, tarbiyasi og'ir 359 nafar o'quvchilar aniqlanib, ularning 24 nafari maktabga qaytarildi. Maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarining kirish-chiqish joylariga xavfsizlikni ta'minlovchi 36 ta zamonaviy kameralar o'rnatildi. Yana bir muhim masala. 2025-yilning o'tgan davrida jami 9 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 80% ga oshgan bo'lsa, bu toifadagi jinoyatlar o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 100% ga oshib ketgan. So'nggi vaqtlarda yo'llarda qiziq holatlarni kuzatmoqdamiz. Fuqarolarning kim o'zlariga yo'l talashib, haydovchilik madaniyatiga rioya qilmasliklari oqibatida jamoat joylari jinoyatlar sodir etilmoqda. Endilikda har bir tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisasi diqqat markazimizda bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, prezidentimiz talab qilayotgan jinoyatlarning oqibatlari bilan emas, ularning sabablarini, huquqbuzarliklarga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb xalq bilan birgalikda harakat qilishimiz kerak.
Buning uchun har bir mahalla, xonadongacha tushib, huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytirishimiz, jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazib, fuqarobay ish tizimini joriy qilishimiz zarur bo'ladi. Aziz tumanimiz aholisi, jinoyatlarga qarshi kurashda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarni har qanday ko'rinishga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero sodir etilayotgan jinoyatlarni fosh etilishi va oldi olinishda xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishni so'rayman. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatning har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazo muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. Barchamiz jinoyatdan xoli yangi O'zbekiston uchun birlashaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.